Ha. Ha. Voy. Hazırlaştım. Voy. 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 Avtomatni ber bu yoqqa. Ana. Voy akalar. Yozinglar meni ovozim baland yoki ovozingiz o'ta baland ekan, shang'illab. Odam voy. So'ranglar, keyingi qismlarda xudo xolasa qo'shishga harakat qilamiz. Hozir esa qisibgina qochamiz akalar. Mana, mana-yu silindringni. Salom do'stlar, Masterus kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu ekraningizda turgan Granny 3 degan o'yinni o'ynab maza qilib olishga harakat qilamiz. Oldingi safar videomizni ko'rgan bo'lsanglar, oldingi safargi videomiz oldingilarga nisbatan ko'proq prosmotr olgan bo'ldi. Xullas shuning uchun biz Granny 3 o'yinini o'ynab ko'rishga qaror qildik. Xo'p, bo'lmasam biz o'yinni boshlavoramiz. Xo'p, unda kim bo'lsin? Buvijon bo'lsin. Mayli shu Buvijon bo'laversin-a. O'zi shu buvini basharasini ko'rib odam zerikib ketdi. Bo'lmasam biz o'yinni boshlavordik. Xo'p. O'yin boshlanyapti akalar. Xo'p. O'yin boshlanyapti. Bu o'yinni tarixi ham juda ham nimagadir bizga introsini ko'rsatishmadi. Mayli endi introsini o'chirib qo'ygan bo'lsam kerak-da. Voy beparosat. O'chirib qo'ygansan demaysanmi? Mayli endi. Xo'p, bu narsasini sal bundayroq qilib qo'ysak, endi menimcha normal bo'lib qoldi. Xo'p. Xo'p, biz davom etamiz. Tirildik. Bu yerda nas bosgan, plakat bosgan o'sha xonada. Xo'p akalar. Mana shu narsani olishimiz kerak. Tog'am nariga qarab otib yuborgan, ololmaydi deb, lekin biz olamiz. Xo'p. Davom etamiz. Bu o'yinni ham juda ham ko'p o'ynardik. Eskaramizda bilsanglar. Juda qadrdon o'yin bo'lib qolgan. Bugun xudo xolasa qochib, yorib, mahlab tashlashga harakat qilamiz. Xo'p, xonani ochamiz. Bu xonada nima kerak deyapti? Xo'p. Bu xonada podklokka kerak deyapti, voy latta. Xo'p, pastlarga ham tushib ko'ramiz. Bu xonalar ham pastga mayli keyinroq tushamiz. Xo'p, hozir biz tepaga chiqishda davom etamiz. Xo'p. Mana bu bitta narsa bor ekan. Xo'p, buni olishimiz kerak. Xo'p, davom etamiz. Yaxshi. Xo'p, ichkariga kirib ko'rsak, akalar bilan bizdan oldin kelgan odamlarning ahvoli bu. Qaranglar. Bu akaga men aytganman, ketdik deganman, ketmagan akalar, mana qaranglar. Yotishini qaranglar, tog'a. Endi battar bo'ling, endi shu yerda chirib, o'lib, sirib ketasiz. O'zi chirib ketibsiz, mayli endi. Xo'p, enkalatoveralar deb yozibdi. Nima bu endi? To'xtada. Nima bu? Akilar qisqasi inglizchani o'qishni yaxshi ko'raman-ku, lekin maxlab tashlamayman. Badishmasam Pedro yo'q, Pedro debman. Metro narsasi. Xo'p, bu yerda tog'a bor, ha. Voy, latta buni qotib turamiz. Xo'p, mana bu beparosat itdan tarqagan jiringlashni boshladi. Hamza akalar, davom etamiz. Yaxshi. Xo'p. Yo'da hozir tog'a keladimi? O'yinning ovozi nega past? O'yinning ovozi pastmi? Bolalar, yozinglar meni ovozim baland yoki ovozingiz o'ta baland ekan, shang'illab. Odam voy! Qoch. Voy, palakat. Gapirmay ular. Ovsingga tushsin seni. Voy, latta. Voy, o'sha ikkinchi kuni ha. Birinchi kunni tiq o'sha jarohatga qarab. Voy, latta. Lattaman deganlar, lattaman desam ishonmaysizlar, ishondinglarmi? Xo'p, birinchi kunimiz yalka ketvordi, lekin necho, hammasi necho o'rasizlar. Xo'p, tog'a yotaveradi bu yerda. Tog'ani 10 yillik tarixi bu. Xo'p. Buni ochamiz. Tog'a yo'qmisiz? Ha, o'ling, o'lib keting, o'lmagan. Yo'q, aslida o'lang, lekin bu gapni yarashig'ida просто. Xo'p, davom etamiz. Tog'ajon tepadan tushib keladi. Biz nima tashladim? Fuzeni qayerga ishlatardi? Bolt agalar bu. Boltni biz qayergadir ishlatishimiz kerak-da, lekin. Tog'a yo pastda yo tepadamikin, ha? Bu tog'a pastdamikin, tepadamikin, ha? Savolga men javob bera olmayapman-da. Xo'p. Biz 3-qavatga keyin olib chiqamiz buni. Bu kabel. Xo'p, davom etamiz. Tog'a 3-qavatda bo'lmasin. Ana. Men nima dedim sizlarga? 3-qavatda bo'lmasin dedimmi? Bo'lmaydi, kanashda bo'lmaydi. 3-qavat meniki bo'lgandan keyin.
Bu ammamni, xolamni uylaridan bittasi, "Nega uni qo'shmadingiz? Grenini qo'shmadingiz?" Akalar, Grenni xola yomon u. Bilmaysizlarmi shu narsani? Xo'p, davom etamiz. Bu yoqda tog'a bo'lmasa kerak deb o'ylayapman. Voy, 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 voy. Ha, ko'michak chiqsa, nima qilyapsiz tog'a bu yerda? Bilmaydi akalar, bu oynaga qarayapti, nima qilyapti bu? Shuta. Ha? O, garang. Eshak miya. To'poylar qiroli. He. He. Voy, 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 hazillashdim. Buni ol, bola. Voy, palakat. Hozir o'ldiradi-yu. Men nega bu yoqqa ketdim? Voy, 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 3-qavatga chiq. Voy, 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 qoch. Voy, akalar. Sal qoldi-ya. Voy, sal qolishingga, sal qoldi akalar. Voy, 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 palakat ey. Voy, prisqi ey. Voy, latta otma, eshak. Eshak miya, turqi-to'rot ot o'ldiradi bizlarga, o'ldiradi. Shu narsa uchun qisqagina jim nariga qarab ketamiz. Xo'p. Bu meni ammamni qarg'asi bo'ladi ekan. Qanday shular? Shu qarg'a ham, xo'p, buni tagida tanga bor ekan akalar. Tuxum qo'yapsizmi? Tuxummi bu? Tilla tuxum akalar. Tilla tug'adi akalar. Qarg'ajon. Davay, omading bersin. Xo'p. Biz davom etamiz. Pastga qarab endi sekin, shundan sekin palakat bosmasdan sekin. Nomard. Palakat bosmasdan dedim-ku. Palakat bu yomon narsa akalar. Xo'p. Tosh kerak bo'lib qoladi. Toshni ham olib qo'yaveramiz. Davom etamiz akalar, davom etamiz. Xo'p. Davom etsak, yaxshi. Xo'p, bizda hozircha boltimiz tayyor. Ana bu kabel ham omad kelaman desa, ishtondan so'ra, nima deyapman-a? Omad kelaman desa, o'zi shunday kelaveradi akalar. Mendan so'ranglar omadni. Men javob akalar. Nima deyapsiz? Omad degan so'zni men yaratganman. Xo'p. Bu kabelda adashmasam, unaqa qo'yib kelishimiz kerak edi. Tog'a 3-qavatdami hali ham? Tog'a yo'qmisiz? O'ling-a, tog'a. O'ling-a, yo'q bo'ling-a. Allohim, yo'q keting. Xolam bilan billa o'sha joyga kirib ketinglar. Xo'p. Bu kabelni olib turib, biz mana bu tarafda bir hojatxonaga o'xshagan kichkina, endi men hojatxonada nima qilishimni sizlarga aytib bermashim mumkin, lekin hojatxonaga o'xshagan bir xona bor-da. Bu ko'proq hojatxonaga o'xshamaydi, lekin men o'xshataman. Chunki o'sha yerda ko'p o'tiraman. Davom etamiz. Voy, o'lma. Voy, palakat, shu yerdan ham yiqiladi-ya bu latta, ey. Nuqulchi bu horror o'yinlarida personaj latta bo'ladi akalar. O'zimdan qiyos. Yo'q, o'zimdan qiyos emas u. Lekin mayli. Davom etamiz. Xo'p, buni ham endi voy, eshikni yop. Voy, o'laman hozir. Voy. Eshikni yopib bo'libman-ku. Voy, loy. Kimdan qo'rqasan? Qo'rqadigan kiming bor seni? Mana bu parakatdan qo'rqasanmi? deydigan odam yo'q akalar. Voy. Qo'rqmayman de, kanishni qo'rqmayman. Otyapti bu loy. Otmay o'l. Nima ishga o'tsin seni? La'nati. Loy bashara. Men javob akalar, qo'rqmanglar, bu tog'a yo'qdi. Radnoyimda bo'lib qolgan. Tog'a, otmang faqat. Otmang palakat. Otma, palakat otma. Voy. Otasanmi? Nomard, otasanmi? Ot. Otolmaydi, kanishni otolmaydi. Tog'ani o'zim yelkamni ko'tarib katta qilganman. Sizlar nima deyapsizlar, ey? Davom etamiz. Buni 3-qavatga emas, mana shu joyda bitta teshik bor. Tog'a palakatlik qilib mana shu yerga teshib qo'ygan. Xo'p. Xo'jayin qaramasa o'zi palakat bo'ladi, tog'a bilsanglar kerak. Xo'p. Nega xolamni qo'shmadingiz deb yana bir marta beparosatga o'xshab savol berishinglar mumkin. Yo'q, o'zim aytyapman, lekin mana shunaqa savol berishinglar mumkin. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Chunki Granny bilan qo'shsak sal qiyinroq bo'lib ketadi-da o'yin. Shu narsa ham bor-da akalar. Xo'p. Pastga 3-qavat. Biz nechta qavatdamiz hozir? Xo'p. Pastga sekin. Bizga avtomat kerak-da. U avtomatni qayerdan olishni bilmayapman lekin. Avtomat bilaman, qayerdan olishni, tog'ada avtomat. Voy akalar, omadimni akam aylansin. Voy akalar, bunaqa omadliman men. Qaranglar akalar, menda kim nima chiqqanini bitta savol berib yuboringlar-da.
kommentariyaga yozinglar, nima chiqdi? Master Toho desanglar, voy VPNK akalar, VPNK sizlar nimaligini bilmaysizlar. Men sizlarga hozir o'rgataman nimaligini. Xo'p, bu VPNK chiqdi degani bu bizda endi avtomat kalashnik, yo'q, arbalet quroli bor degani. Arbalet quroli bor degani endi bu To'g'ani o'limi yaqin. Qani? Bu yoqqa keling qani? Qani uni? So'tamak. Nosboy. Qani? Bir ko'rsatib yuboring o'zingizni. Husni jamoli xayolim oldi. Uzun sochlari, sochi yo'q-ku, lekin xo'p, davom etamiz. Ana harakat mana shu taraflarda yuradi-da izg'ib. Bir xil paytlari. Mana shu taraflarda nimagadir o'zida-o'zi borib qoladi-ya. Endi nimaga borishini men sizlarga aytib berishim mumkin. Mayli endi aynimaymiz akalar, aynimaymiz. Men to'g'ri so'zli, to'g'ri bir so'zli bo'laman akalar. Bilasizlar-ku. Ashaymi? Xo'p. Ochmagan akalar. Voy, bu yoqda ochmagan ekanmiz. Xo'p. Bizda kokkalanta ham bor edi, mayli endi. Xo'p. Davom etamiz. Bizga hozir bitta kerakli narsa bu ana bu ko'prikni tushiradigan narsa kerak bo'lyapti-da. Qolgan hamma narsamiz bit. Kosalarimiz bit deganlarda, xo'p. Halakat tog'a podvalga tushib ketganmi deyman-a. Voy, sekin. Voy. Voy! Voy. Avtomatni ber bu yoqqa. Ana. Voy, akalar. Ko'rdinglarmi? Men bunaqa tezkorman men. Voy! O'zimga qo'l qo'yib ketyapman-a. Voy, akalar. Beparosat kim bilan o'ynashayotganingni bilmayapsan-ku. Beparosat senga aytyapman-ku. Mana shu yerda o'ynatib ustingga chiqib olib turib suraman-a. Daringgalanat. Sen dastingni hozir men rak kasalligiga uchrashimga sal qoldi-ya. Qo'rqqanimdan mayli endi bu yoqni aytib bo'lmaydi-yu. Mayli, necha? Xo'p, biz hozir podvalga tushishimiz kerak. Ko'p gap eshakka yo'q. Eshak keyin bizni qarg'ab yuradi akalar, shuning uchun ko'p gapirmaslik kerak. Xo'p. O'zi o'yinni boshidan ko'p gapiryapsan, beparosat deydiganlar bo'lsa, like bosamiz. Vay, beparosat. Ko'p gapirgandan ko'ra mana shuni o'qlab kelsang o'larmidi-ey. Men yana podvalga tushib chiqqanimcha ana beparosat to'g'a tiriladi-yu, ha. Vay, latta, lalagan. Voy, to'xtanglar. Borida endi bilib bo'lmaydi akalar. To'g'a tirilib qoladigan bo'lsa, yana bitta o'q olaylik. Ikkita o'q ziyon qilmaydi. Xo'p, hozircha biz anavi hech Granny 3 ta eshikdan qochishga qiynalaman, bilsanglar kerak. Eshikdan qochish men uchun muammo. Shuning uchun bugun biz eshigidan surishga, ya'ni darvozadan surishga qaror qildik. Xo'p, buni ham tirs sindiramiz. Avtomat bu yoqqa tashlaymiz. Endi asta sekin bu yoqda oyna bor. Vaylatda. Farqi yo'q-da, beparosatdagilar o'zimga o'xshagan. Xo'p, davom etamiz. Bu yoqda itam yo'q, hech nima yo'q akalar. Hech narsa yo'q. Xo'p, biz nimaga chiqishimiz kerak edi-da? Xo'p, bizga shitga. Kanishni kerak bo'ladi-da bu shitga. Xo'p. Shitgayni bu tashqariga olib qo'yib turib, mana bu tarafga tashlab turib, xo'p. Buni bu yoqqa tashlasak, endi navbatdagi qilay turgan ishimiz. Xo'p. Davom etamiz akalar, davom etamiz. Biz hozir anavi avtomatni to'xtada. Avtomat yashirib qo'ymoqqa qani edi. Turib avtomat yashirib qo'yishimiz kerak edi, mayli. Mayli akalar. Boshimiz omon bo'lsa ko'ramiz bu yoqni. Avtomatdan u narsani yashirib qo'yishimiz kerak edi, vaylatda. Mayli akalar, tezroq biz 3-qavatga chiqishimiz kerak edi. Chunki 3-qavatda anaqa nima desam bo'ladi, Selendrinani xonasida bitta yashik bor akalar, bilsanglar. Voy! Voy akalar, men bunaqa voy akalar, Grannyni piri bo'lib ketganman-ku men. Voy, latta, buni nega ko'tarib chiqyapsan? Yo'q-ku, so'ltama, To'g'ajon, bu yoqqa boring, bir qarab oling. O'ynaydi sizni basharangizga. Voy akalar, lekin qo'rqqanimdan bor-u. Agar oldimda bo'lganlaringni bilarlang. Yo'q. Yo'q-ku, beparosat, kal. Kalni kal demanglar. U Xudoni bandasi, yoshligida cho'g' o'ynab kuyib qolgan kallasi. Tog'a sabr qilib turing, hozir mana uni olay. Ol. Yo'q-ku. Birga bir chiqasanmi, erkak? Ha? Erkakmiz? Yo'q-ku.
Beparosat, men bu yoqdaman. Nimaga duxing yetmaydimi birga bir chiqishga? Tog'ajon, men bilan o'ynashmang. O'ynashmagin. Arbob bilan arbob urar. Mayli, necha. Bu yog'ini aytmay qo'yaveramiz. Arbob urar avtomat bilan akalar. O'zim vashsha ma'qulkashman-ku. Tog'a ketdik, men hozir qochib ketaman lekin tog'a. Ketaylik aytdimmi sizlarga? Ketaylik desam akalar, mana shu tog'a ketmagan akalar. Men necha marta aytganman. Bu eski kanallarimni ko'rgan bo'lsanglar, necha marta qochib ketganman, aytganman, har bitta videoga aytganman. Lekin ketmagan akalar. Xo'p. Bu avtomatni endi nima deydi, ko'rga hassaday qilib nimaga bu yerga qo'yib qo'yding desang akalar, tog'a endi bu yerda ko'rib qolsa olib qo'yadi, shuning uchun ko'rga hassaday qilib katta qilib qo'yib qo'ydik. Mabodo tog'a tursa, olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz tezroq hozir biz ishimizni bitirib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerdan sekin tushamiz. Xo'p, ana. Mana bu yashikda aytdim-da men sizlarga. Voy, bu yashikda esa kerakli narsa chiqadi akalar. Voy, omadimni akam aylansin. Bunaqa omadliman men. Voy akalar, ko'rganmisizlar bunaqa omadni. Akalar, bu bunaqa omad sizlar 7 qulab tishinglarga kirmagan bunaqa omad akalar. Nima deyapsizlar akalar? Voshshe yo'q. Xo'p, biz hozir avtomatni olib olishimiz kerak-da bu yoqdan. Avtomat olib qo'ysa, ana tirilsa, ana sultamat kunimizni ko'rsatadi. Shuning uchun bu yoqqa olib qo'yaylik avtomatni. Ichida o'q bor edi, o'q. O'qni olib turib, hozir bir ish qilamiz biz. O'qni bu yoqqa olib turib, hop, buni bu yoqqa tashlab turamiz. Let's go. Yaxshi. Davom etamiz. Bu yerda avtomat ko'rinib qolar ekan, mayli orqasiga qo'yib qo'yamiz. Ana beparosat endi o'ta aqlli bo'lmasa agar, voy akalar, mana buni qaranglar. Yerga sanchib qo'yaman men bitta tashlaganda. Mana buni qaranglar, yerga sanchib qo'yganman qaranglar. Voy akalar. Qo'ylar. Bugun men omad bilan tug'ilganmanmi bilmayman, lekin to'g'risini aytaman akalar. Bunaqa omad hech kimda yo'q. Bunaqa omad hech qaysi o'yinda yo'q. Faqatgina Granny'da. Reklama mana itvachchasi bo'ldi akalar. Xo'p, davom etamiz. Bu eshikda ham bizga kerakli narsalar yo'q. Bu elektr energiyasini mana shu yerga shiriq etib ulab turib, buni shiriq etib bosib yuborsak, mana yerda chirchirlatib elektr ketadi akalar. Keyin biz tepa 3-qavatga chiqishimiz kerak bo'ladi. Voy, 2 soat bu yoqda ochish kerak. Mana to'xtanglar, men avtomatni olib olay. Keyin deganiga javob, chiqqaniga javob ey. Nima deyapsizlar ey? Yediraman boyini deydi-yu. Yaxshi. Davom etamiz. Xo'p, avtomatni olib oldik akalar. Endi Lebboyga javob akalar. Lebboyga chiqsang oldimga tirs javob akalar. Voy, ana. Beparosat. Ikkinchisini ham o'qani. Mana shu joyingdan uraman-da men, mana shu joyingni. Men avtomatingni endi bitta joyingga tiqib qo'y. Xo'p. Endi davom etamiz. Adashmasam biz tepadagi ana u narsani bossak, bizdan juda ham katta yangilik bo'ladi. Chunki hozir to'xtanglar, hozir bu darvoza ochilish kerak, shunami? Xo'p. Ana, yorib tashlayman men. Sizlar nima deyapsizlar akalar? Men darvozadan qochish bo'yicha chempionman-ku. Конечно, chempion bo'laman. Chunki bu o'yinni o'ynamasdan oldin bir 200 marta trenirovka qilganimdan keyin yana nima ham bo'lsin akalar, to'g'rimi? To'g'ri-da, конечно to'g'ri bo'ladi-da. Demak, biz kutilgan javg'inlarga erishdik desam, adashmagan bo'laman. Cho'ta nimagadir bu o'yinda silindrina ko'rinmadi deyishlar mumkin. Men Loyga o'xshab, beparosatga o'xshab, ana bu silindrina opani ham qo'shish esimdan chiqib ketgan akalar. Beparosatdan nima shunaqa? O'yinni oson rejimida yutdingiz, easy'da yana tog'a bilan xolani qo'shmadingiz, silindrina opani qo'shmadingiz deydiganlar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozaveringlar. Keyingi qismlarda xudo xolasa qo'shishga harakat qilamiz. Hozir esa qisibgina qochamiz akalar. Mana-yu silindrina. Cho'ta nimadir bo'lyapti akalar, silindrinani qo'shganmizmi? Ko'ramiz hozir. Hozir chiqqanda ko'ramiz. Biz yorib yubordik, lekin kanishda yoraman-da men. Masterusman men. Xo'p. Davom etamiz akalar. Xo'p. Bu yerda silindrina yongan. Voy, latta. Silindrinani yoqmabmiz. Mana endi paydo bo'ldi anavi. Voy, akalar, silindrinani yoqmabmiz.
Mayli, iqtisodiy akalar, sizlar bilan birgalikda men Mastoyevskiy kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr do'stlar, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa agar yana kommentariyalarga so'ralsa, bu o'yin yana o'ynab chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi safar albatta metrodan so'rashga harakat qilamiz akalar. Bo'lmasam biz o'yinni shu joyda tugatamiz. Hammaga xayr bo'lsin.